Parrandalaringiz shamolladimi? Nima qilishni bilmayapsizmi? Video oynasi siz uchun oxirigacha ko'ring, foydali bo'ladi. Mana dorilarimizni taxlab oldik hammasini. Askarbinka, vitamin B12, dexametazon, natriy xlor va ampinsilin. Hozir qaysi biri qanchadan ketishini men aytaman sizlarga. Askarbinkadan 1 gram, vitamin B12 dan 0,5 gram, dexametazondan 0,5 gram, natriy xlorga hammasiga aralashtirib, ampinsilinga qo'shib yuboriladi. Tayyor keyin aralashtiradi, jarayonni qo'yamiz hozir. Xo'p, mana hamma dorimizni ampinsilinga tayyorlab oldik, ya'ni 1 gram askarbinka, 0,5 gram vitamin B12, 0,5 gram dexametazon qilib, natriy xlorga hammasiga aralashtirib, ampinsilinga quyib yubordik. Buni endi insulin shprisda 1 gram tortib, qanotidan yoki to'shidan ko'l qilamiz. Onachilar mana ko'rsanglar mumkin, bu yoq ko'zi yaxshidek. Bu yoq ko'zi mana ishib yumilib qolgan. Mana shunga hozir tayyorlagan ko'limizni qilamiz. Hop, mana tovuqimizni to'shidan tayyorlagan ko'limizni qilamiz. Bismillah. Shpris tiqib tayyorlagan ko'limizni hammasini yuboramiz. Buni ozgina qilib qo'yishlar, ko'l tarqab ketadi. Hop, mana kichkina ko'shamoyimizni ham shunaqa qilgan, ya'ni shamollash bor bunda ham. Ko'zlari mana yumilib qolgan. Qovoqlari ishgan. Bunga ham 0,5 qilamiz. U kichkina bo'lgani uchun unga 0,5 qilamiz. Ya'ni 1 gram emas, 0,5 gram tortamiz bunga. Hop, mana ko'shamoyimizga ham 0,5 gramda qilamiz. Bismillah. Ozgina ishqalab qo'yamiz, ko'l tarqab ketadi. Bunga ham 3 kun qilamiz. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Hozir tayyorlagan ko'limizni 3 kun ketma-ket qilinadi. O'shanda natijasi bilinadi. Xudo xolasa natijalarni, jarayonlarni qo'yib boramiz. O'zgarishlarni kuzatishda davom etinglar.